Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darsu salisu. 3-ders. Hamda saboqdoshlar, 3-darsni boshlayapmiz. 3-darsdagi darsning mazmuni cho'ng jihatdan 3 bo'lakka bo'lingan. Birinchi mazmun so'zlarning, ya'ni ismlarning boshiga alif va lamning qo'shilib kelish va kelmaslik farqi. Endi arab tilidagi iniq artikel alif lam mundaq aytgan vaqtda so'zlarning iniq yoki iniqsizligini ayiradigan alif lam so'zlarning boshiga qo'shilsa, bu so'z iniq ism bo'lgan bo'ladi. Agar so'zning boshiga qo'shilmasa, bu so'z iniqsiz ism bo'lgan bo'ladi. Tarjima jihatda alif lam qo'shilgan iniq ismni bizga ma'lum tunishliq bo'lgan bir narsa deb qarab, heliqi u yoki heliqi u degan qo'shimchalarni qo'shmasaqmi, bevosita tarjima qilsaqmi, ammo kallamizda bu biz biladigan, tuniydigan qalam deb tushunishimiz to'g'ri keldi. Alif lam qo'shilgan ismlarni heliqi u deb tarjima qilamiz yoki heliqi u degan qo'shimchani qo'shmagan taqdirdami kallamizda bizga aydın bo'lgan ma'lum bir uy degan, ma'lum bir narsa degan qarash shakllanishi kerak. Masalan, bizga berilgan misolda baytun al-bayt. Baytun bir uy yoki mutlaq uy. Bu bizga nisbatan noma'lum. Ham ma'lum bir tarafga to'xtatilmaydi, qaratilmaydi. Al-bayt ma'lum uy yoki u uy yoki bu uy yoki u bu noma'lum hiliqi degan gaplarni qo'shmasaqmi, uy degan desakmi, ammo kallamizda bizga iniq bo'lgan ma'lum bir uyni ko'rsatadi. Qalam deganmi shu? Qalamun al-qalamu. Qalamun qalam yoki bir qalam. Kallamizda iniq emas. Mutlaq qalam turining hammaga qaratiladi. Qaratiladigan muqim o'rni bo'lmaydi. Ammo al-qalamu desak, hiliq qalam yoki u qalam yoki bu qalam yoki qalam desakmi, kallamizda iniq bo'lgan ma'lum bir qalamga qaratiladi. Kitabun yuqoridagiga o'xshashlar bir kitob yoki noma'lum bir kitob yoki kitob ma'lum bir turga qaratilmagan. Al-kitabu hiliq kitob yoki bu kitob yoki u kitob yoki kitob deb tarjima qilinsa-mu, kallamizda ma'lum bo'lgan bir kitob. Jamalun tuga. Ya'ni bizga noma'lum bo'lgan bir tuga. Bu ma'lum bir bizga bilinadigan bir tugaga qaratilmaydi. Ammo al-jamalu degan vaqtimizda biz biladigan haliqa tuga yoki u tuga yoki bu tuga yoki tuga degan taqdirdami, kallamizdagi iroda qilingan, maqsad qilinayotgan ma'lum tugaga qaratildi. Bu ma'ni jihatdagi alif lam kirgan va kirmagan iniq va iniqsiz ismlarning o'rtasidagi farq. Endi shakl jihatdagi farqi, alif lam kirgan ismlar qo'sh o'qilmaydi. Alif lam kirmagan ismlar qo'sh o'qiladi. Masalan, baytun al-baytu, qalamun al-qalamu, kitabun al-kitabu, jamalun al-jamalu deganga o'xshash. Bugungi darsimizda uchinchi darsning birinchi bo'lagidagi nuqtaliq grammatika mana shu. Unda saboqdoshlar, oldi bilan yangi so'zlarni o'rganayotgandan keyin darsni boshlaymiz. Al-kalimatul jadida. Al-kalimatul jadidaga qaranglar. Al-qamaru jadidun qadimun wasikhun nazifun harrun baridun saghirun kabirun maftuhun
maksurun, thaqilun, khafifun, jamilun, waqifun, jalisun. Tarjimasi: al-qamaru ay, jadidun yangi, qadimun kona, vasihun maynat kir demak, nazifun fakiz, harrun issiq, baridun sovuq, sag'irun kichik, kabirun cho'ng, maftuhun uchuq ya'ni echilgan uchuq, maksurun sunuq ya'ni sunulgan sunuq, thaqilun eg'ir, xafifun yinik, jamilun chiroyli, vaqifun o'ri turgan yoki o'ri turvatidi yoki o'ri turgan yoki o'ri turg'uchi, jalisun o'ltirgan yoki o'ltirvatidi yoki o'ltirg'uchi. Saboqdoshlar, yangi so'zliklarni yodlab bo'lgandan keyin darsning mazmuniga kelaylik. Bizga berilgan jumlalar to'ndagicha: al-qalamu maksurun, al-babu maftuhun, al-waladu jalisun, wal mudarrisu waqifun. Yuqoridagi jumlalarni yuqorida biz o'rgangan qoida bo'yicha tarjima qilsak, qalam sunuq. Bu yerdagi qalam degan so'z garchi qalam deyilgan bo'lsa-mu, mening kallamda oydin bo'lgan ma'lum bir qalamga qaratilgan mutlaq qalam emas. Al-babu maftuhun, eshik uchuq. Ya'ni bu yerda men gap qilayotgan odam bilan mening o'tiramda iniq bo'lgan eshik, yoki uyning eshigi iniq, ya sinfning eshigi degandek. Al-waladu jalisun, u bola o'ltiryotidi. Val mudarrisu waqifun, o'qituvchi bo'lsa, ya'ni shu bola darsga o'tayotgan o'qituvchi deb kallamizda oydin bir o'qituvchi o'ri turyotidi. Endi shu asosda to'yandagi jumlalarni o'qib tarjima qilaylik. Avval menga agishib bir qitib o'qib o'tinglar. Al-kitabu jadidun wal qalamu qadimun. Al-himaru saghirun wal hisanu kabirun. Al-kursiyyu maksurun, al-mindilu wasikhun. Al-ma'u baridun, al-qamaru jamilun. Al-baytu qaribun wal masjidu ba'idun. Al-hajaru thaqilun wal waraqu khafifun. Al-labanu harrun wal qamisu nazghifun. Saboqdoshlar, yuqoridagi jumlalarni o'qigan vaqtimizda alif lamliq so'zlarni taq o'qiymiz. Alif lamsiz so'zlarni qo'shib o'qiymiz. Mush nuqtaga diqqat qilaylik. Bir qitim tarjima qilib o'taylik. Bu kitob yangi, qalam bo'lsa ko'na. Ikkinchi jumla: eshak kichik, ot cho'ng. Ya'ni kallamizdagi ma'lum iniq bo'lgan ot yoki eshakka qaratildi. Al-kursiyyu maksur. Uchinchi jumla: o'rindiq sunuq. Ya'ni ko'z oldimizdagi ma'lum biz bilayotgan o'rindiq qaratildi. Al-mindilu vasihun. Lunga kir. Al-ma'u baridun. Suv sovuq. Al-qamaru jamilun. Ay chiroyli. Al-baytu qaribun wal masjidu ba'idun. Uy yaqin, masjid yiroq. Al-hajaru thaqilun wal waraqu khafifun. Tosh eg'ir, qog'oz yengil. Al-labanu harrun. Sut issiq. Al-qamisu nazifun. Ko'nglik pokiz. Saboqdoshlar, 3 darsning birinchi bo'lakdagi qoidalarni tushuninglar deyman. Undaq bo'lsa, biz shu qoidalarni asliga asosda ko'nikmalarni ishlab o'taylik. Iqra vaktub ma'a daft awakhiril kalimati. Iqra degan so'z o'qing degan gap. Vaktub yozing. Ma'a daft qoidaga selish bilan awakhiril kalimat so'zlarning oxirini, ya'ni so'zlarning oxirini qoidaga selish bilan o'qib yozing. Demakchi,
bayatimiz qoidada alif lam kirmagan so'zlar qo'sh o'qiladi, alif lam kirgan so'zlar taq o'qiladi degan. Shu qoidaga amal qilsak bo'ladi. O'qib baqayli. Masjidun, al-masjidu, al-ma'u, ma'un, al-baytu, babun, qalamun, al-qalamu, al-kalbu, kalbun, qamisun, waladun, al-hajaru, al-waladu, himarun, al-himaru, al-hisanu, hisanun. İkinci ko'nikma, at-tamrinu thani, ikinci ko'nikma, iqra vaktub. O'qib, yozing. Faqat o'qib, yasaqlan bo'ladi. Al-maktabu maksurun. Ustal sunuq. Al-mudarrisu jadidun. O'qituvchi yangi. Al-qamisu wasikhun. Ko'nglak kir. Al-labanu baridun. Süt soğuk. El-mescidu meftuhun. Mescid uçuk. El-haceru kebirun. Taş çoğ. El-lebenu baridun. Vel-ma'u harrun. Süt soğuk. Su ısık. El-muhendisu jalisun. Vel-mudarrisu vaqifun. İnjiner o'ltiryotidu, o'qituvchi turyotidu. Yoki o'ltiruqliq turgan yoki o'ltirgan turgan deb tarjima qilsak bo'ldi. Al-qamaru ba'idun, ay yiroq. Al-mindilu nazifun, lunga pakiz. At-tamrinu thalith, üçüncü ko'nikma, imla'il faragh fi ma yali bi wad'il kalimatil munasibati min al-kalimati taliya. İmla el-farag degani imla to'shquzum. Al-farag bo'sh o'rinlarni fi mayali tuvandiki bi wad'i qo'yish orqali al-kalimatil munasibati munasib so'zlarni min al-kalimatit taliya munasib so'zni min al-kalimatit taliya tuvandagi so'zlardan, ya'ni tuvandagi so'zlarning ichidan munasib so'zni qo'yish orqali tuvandagi bo'sh o'rinni to'ldiring. Masalan, bizga berilgan so'z jamilun, vasihun, maftuhun, harrun, thaqilun, xafifun. Diqqat. Al-hajaru bo'sh o'rin. O'zingiz qo'yib baqing. Al-babu bo'sh o'rin. O'zingiz qo'yib baqing. Yuqoridagi so'zdan tarjima qilib bersam, jamil chiroyli, vasihun kir, maftuhun uchuq, harrun issiq, thaqilun ig'ir, xafifun yengil. Uchinchisi, al-qamaru chikit. Al-waraqu bo'sh o'rin. O'zingiz qo'yib baqing. Al-mindilu bo'sh o'rin. Al-labanu bo'sh o'rin. التمرين الرابع توتنج كنكما إملاء الفراغ فيما يلي بوضع كلمة مناسبة. توندagi boshqurlarni muvofiq so'z qo'yish orqali to'ldiring. Birinchisi bosh o'rin nazg'if. Ikkinchisi bosh o'rin maksurun. Hamda yuqoridagi ko'nikmalarni o'zimiz ishlab baqaylar. To'rtinchi ko'nikma. Endi saboqdoshlar 3-darsning birinchi bo'ligida biz asosli o'rganadigan grammatika qayta takrorlasam, so'zlarning oldiga alif lam kirsa, so'zning ma'nosi iniqqa aylanadi. Alif lam kirmagan holatda bu iniqsiz so'z hisoblanadi. Bu bir. Ikkinchisi, alif lam kirmagan ism qo'sh o'qiladi. Alif lam kirgan ism taq o'qiladi. Shu nuqtaga diqqat qilsak bo'ladi. Masalan, eng oxirida bizga farq beryapti-da. Najmun an-najmu, rajulun ar-rajulu, dikun ad-diku, talibun at-talibu. Mush so'zlarni tarjima jihatda farqlantirishimiz kerak.
Endi saboqdoshlar, yuqoridagidan boshqa biz yuqorida o'qib o'tgan jumlalarga obdan nazar solsak, yana bunday bir qoidani bayqay olamiz. Biz birinchi darsda jumla shaklining eng oddiy jumla shakli, igi xabarlik jumla shaklini asroq so'zlagan. Har qanday jumlada ikki ismdan tarkib topgan har qanday jumlada birinchi bilak iga, ikkinchi bilak xabar bo'ladi. Iga deganimiz jumlaning mazmuni boshlanadigan nuqta. Xabar deganimiz jumlaning mazmuni oxirlashadigan nuqta. Endi yuqoridagi jumlalarning hammasi ikki xabarlik jumla. Masalan, al-qalam maksurun, al-babu maftuhun, al-waladu jalisun, wal-mudarris waqifun va undan boshqa o'qib o'tgan barliq jumlalar ikki xabarlik jumla. Obdan nazar solsak, shundoq bir qoidani bu yerdan bayqab olamiz. Ya'ni igiga alif lam kiradi ekan, xabarga alif kirmaydi ekan. Demak, bu yerdan bir qoida tuzib chiqaylik o'zimiz. Jumladagi iga iniq bo'ladi. Iniq ism bo'ladi. Jumladagi xabar, ya'ni xabar bilak iniqsiz ism bo'ladi. Mana shu nuqta kallamizda oydinlashib qolsin. Endi ikkinchi bilakka kelaylik. 3-darsdagi ikkinchi bilakdagi maqsad oldingi birinchi bilakdagi alif lam kirish, kirmaslik qoidasini takrorlashdan birga iga xabar, ya'ni arabchasi mubtada xabar nan mubtadaning iniq bo'lganligi, ya'ni alif lam kirdiganligi, xabarining iniqsiz bo'lganligi, ya'ni alif lam kirmaydiganligini sizlarga eskartadigan bo'lak. Bizga berilgan jumlalar qarab boqaylik. An-najmu ba'idun birinchi jumla. Ar-rajulu waqifun. As-sukkaru hulvun. Buning ma'nosi shakar, tatliq degan ma'noda. Sizlar tarjima qila oladigan, ilgari o'tib ketib bo'lgan jumlalarni albatta tarjima qilmayman. At-talibu maridun. O'quvchi kasal, og'riq. Ad-diku jamilun. Xo'roz chiroyli. Ad-daftaru jadidun. At-tajiru g'aniyun. Sodigar bay. At-tajiru sodigar, g'aniyun bay. Ad-dukkanu maftuhun. Al-waladu faqirun. Faqir kambag'al, walad bola. At-tuffahu lazizun. Alma mizlik. At-tabibu tawilun vel mudarrisu qasirun. Doktor egiz, o'qituvchi paka. Buni yuqoridagi jumlalardan obda mulohaza yursak, asosliq egilarininki alif lam bilan birga kelib, ya'ni iniq bo'ladiganligi, xabar alif lamsiz kelib, iniqsiz bo'ladiganligi ko'rinib turibdi. Bu nuqtani tushungan bo'lsak, bu yerdagi yangi so'zliklarni o'qib o'taylik. Ma'batga, keyindagi batga yangi so'zlar qaranglar. Al-kalimatul jadida. Hulwun. Maridun. Ad-dukkanu. Ghaniyun. Tawilun. Faqirun. Qasirun. At-tuffahu. Hulwun tatliq. Maridun kasal, og'riq. Ad-dukkanu dukan. Ghaniyun bay. Tawilun egiz yoki uzun. Faqirun kambag'al. Qasirun pakar yoki qisqa. At-tuffahu olma. Am saboqdoshlarni umid qildiganim yangi so'zliklarni yodlab o'zlashtirib bo'lgandan keyin biz yuqorida o'qib o'tgan 11 dan jumlani qaytadan o'qib, ma'nosini mulohaza qilishni talab qilaman. Ko'nikmalar. Birinchi ko'nikma, at-tamrinul awwal. Birinchi ko'nikma, iqro vaktub ma'a dabti awakhiril kalimat. So'zlarning oxirini qoidaga solish bilan o'qib yozing. Endi mushay kelganda sizlarga deb qo'ygan yana bir gap, mubtada xabar, ikki xabar, igaga alif lam kiradi, xabarga alif lam kirmaydi dedik. Yana bir qoidasi, mubtada xabar har ikkilasi pesh o'qiladi. Pesh o'qiladi. Mush nuqta esimizga bo'lib qolsin. Al-babu, at-tajiru, an-najmu, al-qamaru, ad-diku, al-ma'u, as-sariru,
al-baytu, al-masjidu, ar-rajulu, as-sukkaru, al-waraqu. Yani bu sözlerinin terkibide alif lam bo'lg'achqa bularning oxirisini qo'shib o'qishga bo'lmaydi. Hammasini taq o'qiymiz. التمرين الثاني ikkinchi ko'nikma imla al-faraq fi ma yali bi wad'i kalimatin munasiba. Tövəndəki boş o'rinlarni munosib so'z qo'yish orqali to'ldiring. Masalan, bizga 6 bosh o'rin beribdi. 6 dona jumla, 6 dona jumlaning xabar qismini beribdi. Igi qismini bermabdi. Endi igi qismini qanday qilamiz? Alif lam bilan qilamiz va xabarining mazmuniga mos holda akasak bo'ladi. Masalan, g'aniyun bay. Nima deyishimiz kerak? At-tajiru, savdogar bay. Ikkinchi jumla, hulvun, tatliq. Buningga alif lamning holda tatliq, mizlik narsani birini akilayli. As-sukkaru hulvun, shikar, tatliq. Mushunga o'xshash qolgan 4 jumlani to'shqizib baqinglar. At-tamrin al-thalith, 3-chi ko'nikma. Ixtar kalimatan min al-qa'imati ba tunasibu al-kalimatal lati fil qa'imati alif. Ixtar, tanlang. Kalimatan degan so'zni odatda zabar qilgan so'zlarni ko'pincha ni deb tarjima qilamiz. Minal qa'imati ba tizimlikdan tunasibu maskiladu al kalimata so'zga allati diki tiki deb tarjima qilamiz. Fil qa'ima alif tizimlik tiki so'zga maskiladigan so'zni ba tizimlikdan tanlang. Demak, alif tizimlikda bir qancha so'z berilgan, ba tizimlikda bir qancha so'z berilgan. İstirilki orqali her sözning o'ziga mos keladigan xabarini istirilki orqali ko'rsatib qo'ysak bo'ladi. Masalan, at-talibu o'quvchi boshni kelayli, lazizun albatta mos kelmaydi. Chunki ta'liq degil olmaydi. Maksurun sunuq, tahmi degil olmaydi. Thaqilun ig'ir, ancha mos kelmaydi. Maftuhun uchuq, faqat mos kelmaydi. Harrun issiq, tahmi mos kelmaydi. Maridun kasal. Maridun to'g'ri. Ad-dukkanu lazizun maskanmaydi. Maksurun maskanmaydi. Thaqilun maskanmaydi. Maftuhun maskaladi. Dukan uchoq. At-tuffahu lazizun. Lazizun o'zidan maskaladi. Al-ma'u harrun. Boshqa mazmunlar maskanmaydi. Al-hajaru thaqilun. Al-qalam shu bir islam qoldi. Maksurun. To'yib. Üçüncü dersimizdeki ikinci bölek ahırlaştı. Endi yukarıdaki sözlerini o'qish yanında belki bunda bir ahvalni his qilgansizlar. Masalan, bizning bu ikinci bölekdagi hozir ishlab o'tgan 3-chi ko'nikmaga qarab boqaylik. At-talib, ad-dukkan, at-tuffah, al-ma, al-hajar, al-qalam. Diqqat qilsak, at-talibda alif lamni qo'shdik, talaffuz qilgan vaqtda at deb lam biroq lamni talaffuz qilmay taglam o'tib at-talibu dedik. Ikkinchi so'zdami ad-dukkanu deb dalg'alam o'tib ketdik, lamni talaffuz qilmadik. Uchinchi so'zdami at-tuffahu deb taglam o'tib ketdik, lamni talaffuz qilmadik. To'rtinchi so'zda al-ma'u amma-u dedik, mimga o'tib ketmasdan lamni talaffuz qilib al-ma'u dedik. Beshinchisida al-hajaru hajaru degili bo'lmaydi. 6-chisida al-qalamu dedik, aq-qalamu dedik. Demak, bu arab tilining harfning talaffuzi uyg'ur tilidagi harflar bilan asosan o'xshag'achqa bizga ma'lum qiyin kelmaydi. O'zimizning tuyg'usi bilan o'zimizdagi til tuyg'usi bilan qaysi harflarga qo'shib o'qish, qaysi harflarga qo'shib o'qimaslikni ayira olamiz. Ammo shunday olsin, buning bir qoidasi bor. Qarab baqsak, alif tizimlikdagi oldingi 3 so'z lamni talaffuz qilmasdan bevosita lamning keynidagi harf o'tib ketdi. Keynidagi ostki tarafdagi 3 so'z lamni talaffuz qilib, keynidagi harfni ayrim talaffuz qildik. Bu nima uchun desa, arab tilidagi harflar al-huruful qamariyatu val hurufus shamsiyatu degan ikkiga bo'linadi. Ya'ni oy harflari, quyosh harflari deb. Endi oy harflari, quyosh harflari degani buni qandaqdir oy yoki quyosh munosabatligi emas. Faqat ayirish uchun
lam talaffuz qilinadigan harflarni oy harflarining qatoriga tizig'liq. Lam talaffuz qilinmasdan, biroq lam o'tib ketadigan harflarni quyosh harflar qatoriga tizig'liq. Dal 3-bo'lak, 3-darsga 3-bo'lak oy harflari bilan quyosh harflarini o'rganish. Qarab baqayli. Oy harflari tuvandagi 14 harf. Alif, ba, jim, ha, xa, ayn, g'ayn, fa, qaf, kaf, mim, vav, ha, ya. Quyosh harflari tuvandagi 14. Ta, sa, dal, zal, ra, za, sin, shin, sad, dad, ta, za, lam, nun. O'qib baqayli. Avval ay harfidan o'qib baqayli. Al-abu. Lamni talaffuz qildik. Al-babu. Lam talaffuz qildik. Al-jannatu. Lamni talaffuz qildik. Al-himaru. Lamni talaffuz qildik. Al-khubzu. Al-aynu. Al-ghada'u. Al-famu. Al-qamaru. Al-kalbu. Al-ma'u. Al-waladu. Al-hawa'u. Al-yadu. Mana yuqoridagi so'zlarni talaffuz qilishda alif lam qo'shilgan vaqtida avval lamni talaffuz qilib, undan keyindagi harfga o'tamiz. Bularning ma'nosini davatay. Birinchisi al-ab tada, al-bab ishik, al-janna jannat, al-himar ishak, al-khubzu non, al-ayn ko'z, al-g'ada atganlik tomoq, al-famu ig'iz, al-qamaru oy, al-kalbu it, al-ma'u suv, al-waladu bola, al-hava'u havo, al-yadu qo'l. Endi shamsi, ya'ni quyosh harflarini o'qib talaffuz qilib baqaylik. At-tajiru. Lamni talaffuz qilmasdan bevosita taga yetib ketdik. As-thawbu. Ad-diku. Az-zahabu. Ar-rajulu. Az-zahratu. As-samaku. Ash-shamsu. As-sadru. Ad-dayfu. At-talibu. Az-zahru. Al-lahmu. An-najmu. Yuqoridagilarning hammasida lamni talaffuz qilmasdan bevosita talaffuzni boshida kelgan harflar bilan boshladik. Mana bu quyosh harflari. Buning tarjimasini davatay. At-tajiru savdogar, as-sawbu kiyim, ad-diku xo'roz, az-zahabu oltin, ar-rajulu er kishi, er yoki kishi, az-zahratu chechak, as-samaku biliq, ash-shamsu quyosh, as-sadru ko'krak, ad-dayfu mehmon, at-talibu o'quvchi, az-zahru qucha yoki dumba, al-lahmu go'sht, an-najmu yulduz. Tamrin ko'nikma. Hamda yuqoridagi quyosh harflari bilan oy harflarini sizlar yodlab, ikkiga ayirib bo'lgandan keyin ko'nikmani ishlaymiz. Iqro'il kalimatil atiya. Tuvandagi so'zlarni o'qing. Vaktubha mura'iyan qawaidan nutqil hurufil qamariyya va shamsiyya. Ularni vaktubhadagi ha ularni degan gap, ularni oy al-qamariyya va quyosh va shamsiyya harflarining al-huruf so'zlash, ya'ni talaffuz qilish, nutqi qavoida qoidasiga mura'ayyan rioya qilib uktub yozib chiqing. Butun tarjima qilib bersam, bularni oy va quyosh harflarining talaffuz qilish qoidasiga rioya qilib yozib chiqing. Diqqat. Al-baytu. Bayatanqi quyosh va oy harflarini farqlantirib turib talaffuz qilamiz. Albatta bu bizga og'ir kelmaydi. Biz Uyg'urlarga, bizning Uyg'urcha harflar, arabcha harflar asosan talaffuzda yaqin bo'lg'achqa, az bir qism harflardan boshqa bu bizga tabiatimiz bilan, til tuyg'umiz bilan bilib olaymiz. Masalan, al-baytu. Buni hargiz ab-baytu demaymiz-ku. Ad-diku, hargiz al-diku deyilmaydi. Al-mudarrisu, al-babu, at-talibu, as-sukkaru, ad-daftaru, al-akhu, ar-rasulu, al-wajhu, as-sadiqu, al-qur'anu, as-salatu, al-ka'batu, ar-ra'su,
الإصبع الصابون الظفر الفجر الظهر العصر المغرب العشاء. ترجمة نقولتي البيت أي الديك خرز المدرس أختي الباب شك الطالب أخوتي السكر شكر الدفتر دفتر الأخ قرنداش نبرتقان الرسول الجي بيغمبر الوجه يز الصديق دوست القرآن قرآن الصلاة نماز الكعبة كعبة الرأس باش الإصبع برمق الصابون صبون الظفر ترناق الفجر بامداد الظهر بيشن العصر أسر المغرب شام العشاء خبتن. Sağdaşlar, şunlardan bugünkü 3